Qadim zamonlarda bir podshohga burgutning ikkita kichkina bolasini hadya qilishdi. Burgutlar juda zotdor edi. Podshoh ilgari hech qachon bunday ajoyib burgutlarni ko'rmagandi. Podshoh sovg'adan juda mamnun bo'ldi. Oradan biroz vaqt o'tgach, podshoh burgutlar katta va endi ular avvalgidan ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lganini ko'rdi. Podshoh burgutlarga mas'ul bo'lgan ishchiga, "Men ularning samodagi parvozini ko'rmoqchiman. Siz ularga uchish uchun ishora bersangiz" dedi. U xuddi shunday qildi. Ikkala burgut ham signalni eshitgan zahoti qimirlay boshlab ko'kka ko'tarildi. Lekin bir burgut juda past va ozgina uchdi-yu, o'zi o'tirgan shoxga qaytib keldi. Buni ko'rgan podshoh ajablanib, ikki burgutning qarama-qarshi xatti-harakatlarining sababini bilishga qiziqdi. Nima bo'ldi? Bir burgut juda yaxshi uchsa, ikkinchisi uchishga urinmayapti deb so'radi qo'riqchidan. "Ha, bu burgut bilan yoshligidanoq muammo bo'lgan. U o'zining shoxini hech tark etmaydi." Podshoh ikki burgutning ham osmonda uchayotganini ko'rishni juda xohlardi. Ertasi kuni burgutni baland parvoz qilishga o'rgatganga mukofot berilishi e'lon qilindi. E'londan so'ng ko'plab odamlar kelib, burgutga baland parvoz etishni o'rgatishga harakat qilishdi. Ammo hech kim muvaffaqiyatga erisha olmadi. Shuncha urinishdan keyin ham burgutda hech qanday o'zgarish kuzatilmadi. Har doimgidek biroz uchar, keyin yana shoxiga qaytardi. Podshoh ham umidini uzdi. Kunlarning birida ajoyib bir hodisa yuz berdi. Podshoh ikki burgutni ham osmonda uchayotganini ko'rib, ko'zlariga ishonmadi va darhol qo'riqchini chaqirdi. Qo'riqchi, "Ha, ikkinchi burgut ham osmonda baland uchayapti" dedi. Podshoh qo'riqchidan bu ishni bajargan odamni huzuriga olib kelishni so'radi. Uni podshohning huzuriga olib kelishdi. Podshoh, "Sizdan juda mamnunman. Aytingchi, yuqori malakali kishilar qila olmagan ishni qanday qilib epladingiz?" deb so'radi. Podshoh hazratlari, "Men oddiy dehqonman. Boshqalardek bilimga ega emasman. Men shunchaki burgut o'tirishga odatlangan novdani kesib tashladim xolos. Natijada uning uchishdan boshqa iloji qolmadi" deb javob berdi. Har bir inson o'ziga yarasha qobiliyat va salohiyatga ega, lekin ba'zida qulay shoxga yopishgan burgutga o'xshaymiz. Yuksak marra va yutuqlarni qo'lga kiritishga harakat qilmasligimizga, nafsimiz uchun qulay bo'lgan narsadan tashqariga chiqmasligimiz sabab bo'ladi. Demak, siz yangi marra va cho'qqilarni zabt etmoqchi bo'lsangiz, hayotingizdagi ba'zi novdalarni kesib tashlang. Bu shoxlar eski odatlardir. Ularni olib tashlab, maqsadingiz sari dadil qadam qo'yishdan qo'rqmang. Yodingizda bo'lsin, hayotingizdagi befoyda odat va yomon xulqlaringizni tark etsangiz, cheksiz imkoniyatlarga yo'l ochasiz. Xuddi osmonda ulug'vor tarzda uchayotgan burgut kabi ulkan yutuqlarga erishishingiz mumkin. Ba'zida eng oddiy harakatlar aql bovar qilmaydigan o'zgarishlarga olib keladi.